Bemorimiz Mirzochul tumanidan kelgandagi shikoyatlari o'ng buyrak siydik yo'li sohasida kuchli og'riq bilan keldi. Tekshiruvlar natijasida bemorimizda o'ng siydik nayi pastki uchligida konkrement, ya'ni tosh borligi aniqlandi. 0,3 ga 0,3 santimetrlar. Shu tarzda biz kuzatuvga olib qoldik va kuzatuvlar natijasida 3-sutkada tosh tushishga erishildi. Operatsiyasiz dori-ukollar ta'sirida. Mana bugun 5-sutka bemorning ahvoli qoniqarli, a'lo darajada, og'riqlari yo'qoldi. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Xudoga shukr, yaxshi. Kelgandagi shikoyatlaringiz qanaqa edi? Kelgandagi shikoyatimiz o'ng taraf yurak pриступ berib qolib keldik. Shu bilan doktorlar nazorati ostida. Xudoga shukr, hozir yaxshi. Hozir oldingi og'riqlar umuman yo'qoldi. Oldingi og'riqlar yo'q. Hammasi yaxshi. Bemorimizga bugun uyda javob beramiz. Bir oy davomida bizda kuzatuvda bo'ladi.